Tekkoni ruloka ramkasini bitta bolti bor, qaranglar-da. Mana shuni kurishgan joyini bitta ko'ringlar-da. Mana joyi uzilib qo'ygan. Mana, ko'rsam. Xudo xolasa buni to'g'rilaymiz. Buni nima qilamiz? Buni xuddi mana joyiga bormi? Xuddi mana joyiga bitta gagan qatiramizni. Bu svarkalar, xudo xolasa gagani boltga svarkabdi. Bu tomonni yechamiz, xudo xolasa. Mana xudo xolasa operatsiyamiz muvaffaqiyatli tugadi. Gagan 12 kilo svarka qildik va mana o'zimizdan sinib qo'ygan ekan. Qiynamaslik uchun svarka qilib uzib oldik. Bu kimgadir ozgina bo'lsa ham foyda bo'lib qolishi mumkin. Xudo xolasa jonlar sog' bo'lsin, yuzlaringiz tabassum tark etmasin. Avtoprofessor kanalini kuzatishda davom etinglar. Sizlarga xudo xolasa shunaqa yaxshi kontentlar olishda davom etamiz. Duo qilib tursanlaring bo'ldi.